Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Javohir. Xo'p, bugun sizlar bilan ML, ya'ni machine learningga kirish darsimiz bo'lib o'tadi. Videoni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agar siz dasturlashga qiziqsangiz, dasturlash bo'yicha bilimlarni egallamoqchi bo'lsangiz yoki dasturlash tillari bilan tanishib chiqmoqchi bo'lsangiz, umuman dasturlash olamiga kirish, ya'ni birinchi qadam, ilk qadam qo'ymoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga va YouTube kanalimga podpiska urib qo'yishingizni so'rayman. Nega? Men Telegram kanalimda yoki YouTube kanalimda dasturlash olamidagi yangiliklar, qaynoq-qaynoq yangiliklar bilan bo'lishib boraman. Qiziqarli ma'lumotlar berib boraman yoki video darslar bilan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin o'zingiz. Video darslar muntazam ravishda yuklab boraman. Ular bo'yicha qiziqarli bilimlar, qiziqarli topshiriqlar va amaliy, nazariy qo'shimcha bilimlarni bemalol o'rganib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalim profilimda bor va описаниеga qo'yib qo'yganman. Linkini bemalol kirib podpiska bosib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bugun sizlar bilan nimalar haqida o'rganamiz? Xo'p, bugun sizlar bilan ML nima, ya'ni machine learning. ML nima? Machine learning qanday ishlashi, undagi ketma-ketliklar bo'yicha tanishib chiqamiz. Machine learningning turlari, nechta machine learning turlari bor va qanday vazifalarni bajaradi, o'sha haqida qisqacha ma'lumotlar. Bu darsimizda amaliy bilimlar bo'lmaydi, faqatgina nazariy bilimlar bilan qisqacha atamalar va ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. Keyinchalik bo'lsa, aytib o'tilgan algoritmlar va turlar bilan bemalol chuqur bilimlarga egallab borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mashhur ML algoritmlar bilan tanishib chiqamiz va dars so'ngida MLning hayotimizda ishlatilinishi, ya'ni biz MLda hayotimizdan foydalanamiz. Qaysi turda, qanday ko'rinishda foydalanishimizni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Ko'pchilik qanday foydalanish yoki qanday foydalangan taqdirda ham, foydalangan vaqtda ham MLdan foydalanganligini bilmasligi mumkin. Bu bo'yicha bemalol gaplashib chiqamiz. Birinchi ML nimaligi bo'yicha tanishib chiqamiz. ML nima? ML machine learning bu kompyuterni dasturlashtirmasdan ma'lumotlarni o'rgatish texnologiyasi. Ya'ni biz dasturga qoida yozib bermaymiz. Biz dasturga ma'lumot beramiz va bu ma'lumotlarni analiz qiladi va ular orqali andoza oladi. Ya'ni biz ya'ni soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, biz bironta predmetni ko'rib yoki bironta elementni ko'rib biz uni aniq nomini bilishimiz mumkin. Masalan, misol tariqasida mana naushnikni ko'rib turib, biz buni naushnikligini bilishimiz mumkin. Chunki biz buni bir marta ko'ryapmiz. Buni ko'rib biz mikrofon deb aytishimiz mumkin bemalol. ML buni ko'rib bittada ayta olmaydi. Biz unga bir necha minglab rasmlar yoki bir necha minglab ro'yxatlar, ma'lumotlar berishimiz kerak. Ularni tahlil qilgan holda, analiz qilgan holda bo'laklarga bo'lib, guruhlarga bo'lib chiqib, ularni nima desa bo'ladi, ajratadi ular bilan. O'sha ML shuning uchun ishlatiladi. Yana MLning jarayoni qanday ishlaydi, ya'ni ketma-ketligi bilan tanishib chiqamiz hozir. Birinchi ma'lumot olamiz, data collection, ma'lumotlar yig'amiz. Misol tariqasida ko'rib chiqishimiz mumkin it va mushuklarning rasmi, ya'ni bizda ro'yxat data berilgan, dataning ichida bizda it va mushuklarning rasmlari yig'ilgan, bir necha minglab rasmlar yig'ilgan. Savdo tarixi bo'lishi mumkin uning ichida yoki ob-havo ma'lumotlari bo'lishi mumkin uning ichida. O'sha ma'lumotlar yig'iladi, olib kelinadi va o'sha olib kelingan ma'lumot tozalanadi, ya'ni data preprocessing. Buning uchun nima qilinadi? Tozalashda o'sha ma'lumotlarning ichida to'liq bo'lmagan, ya'ni to'liq to'ldirilmagan ma'lumotlar va bo'sh bo'lgan ma'lumotlar chiqarib tashlanadi va hamma konfiguratsiyasi, hamma elementlari biz uchun to'g'ri keladigan, biz uchun mos bo'lgan ma'lumotlar bir joyga jamlanadi, yig'iladi va biz o'sha yig'ilgan ma'lumotlarga keyinchalik algoritm tanlaymiz. Model tanlash, model qaysi turda bo'ladi? Bu linear regression bo'lishi mumkin, decision tree bo'lishi mumkin yoki neural networking bo'lishi mumkin. Ko'pchilik hozir bu nima va nima haqida gap ketayotgani haqida bilmasligi mumkin. Bu algoritmlar bo'yicha keyinchalik yana tanishtirib o'taman. Keyingi bir necha daqiqadan keyin tanishtirib o'taman hozir. O'sha modellar bo'yicha hozirgi va biz o'sha modellardan foydalanganimizdan keyin trening qilamiz, ya'ni o'sha modellarni trening beramiz. Unda nima bo'ladi? O'sha ma'lumotlarni kiritamiz. O'sha ma'lumotlarni ML o'rganadi. ML o'rgatganimizdan keyin bizga respons chiqaradi. Bu respons chiqarishi uchun ham algoritm tanlanadi. To'g'ri algoritm tanlash kerak. Hamma algoritm ham respons chiqara olmaydi. Respons chiqaradigan yoki respons chiqarmaydigan algoritmlar bor. Biz o'shani o'zimizdan kelib chiqib tanlaymiz. O'sha chiqaradigan, chiqarmaydigan algoritmlarni keyinchalik o'rgataman, hozir yana bir necha daqiqalarda o'rgataman. Xo'p, trening qilganimizdan keyin model faqatgina bir xil ma'lumotga o'rganib qolmasligi uchun boshqa ma'lumot kirgizamiz. Ya'ni
yangi ma'lumot kirgizamiz va uni ham train qilamiz. Uni train qilganda qanaqadir syntax error yoki logical errorlar kelib chiqmasligi uchun uni qayta train qilib optimal variantini optimal variantga keltiramiz. Kodlarda syntax xatolarni to'g'rilaymiz. Hammasini to'g'rilaganimizdan keyin biz deployment qilamiz. Deployment bu o'sha real time vaqtda biz o'sha modeldan yozgan kodimizdan foydalanamiz. Buni misol tariqasida nimadan ko'rib chiqishimiz mumkin? Misol tariqasida emaildan ko'rib chiqishimiz mumkin. Emailga xabar keladi. O'sha kelgan xabarni spam yoki spam emasligini aniqlash uchun emaildan foydalanadi. Biz buni misol tariqasidan bemalol ko'rib chiqishimiz mumkin. Hozir esa keyingi o'rganadigan narsamiz MLning turlari. Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Supervised learning nima? Supervised learning bu kuzatuvli o'qitish, ya'ni modelga input va outputlar beriladi. Biz boya aytib o'tdim, respons chiqaradigan, respons chiqarmaydigan turlar bor buni dedim. Bu respons chiqaradigan turini bittasi, ya'ni supervised learning. Biz unga misol tariqasida xonalarni kiritishimiz mumkin, ya'ni uy nima desa bo'ladi, uy mavzusida ketadigan bo'lsa, xonalarni kiritishimiz mumkin, xona kvadraturasini kiritishimiz mumkin yoki sharoitini kiritishimiz mumkin va o'sha narsani analiz qilgan holda, ya'ni o'sha kiritilgan ma'lumotlarni va aytib o'tgandek nima chiqadi, tozalab chiqadi. O'sha to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni va bo'sh bo'lgan ma'lumotlarni hammasini tozalab chiqqandan keyin, hamma konfiguratsiyasi to'g'ri kelgan ma'lumotlarni ML olgandan keyin u o'sha boyagi bo'laklarga, ya'ni guruhlarga qarab chiqadi. O'sha narxiga, nima desam, xonalar soniga, kvadraturasiga, sharoitiga qarab chiqib, uyni narxini tahlil qilib chiqarib beradi bu narsa. Bu o'sha supervised learningga kiradi. Unsupervised learningga kuzatuvsiz o'qitish, ya'ni bunda javob yo'q, javob chiqmaydi bunda. Faqatgina ma'lumot beriladi. Berilgan ma'lumotni faqatgina guruhlaydi. Ya'ni o'sha ma'lumotlar ichida misol tariqasida ko'rib chiqishingiz mumkin, mijozlarni segmentlash. Bitta do'kon berilgan, onlayn do'kon bo'lsin, xoh katta ochilgan bironta gipermarket, supermarket yoki korzinka misolida ko'radigan bo'lsak ham, korzinkada o'sha xaridorlar mahsulot oladi. O'sha mahsulot olinganda kim ko'p xarid qildi, kim ko'p mahsulot oldi, o'sha narsani guruhlaydi. Guruhlab o'sha bo'lak ko'rinishda yoki bironta alohida guruh ko'rinishda bitta joyga saqlaydi, lekin javob chiqarmaydi bu narsalarda. Reinforcement learning nima? Reinforcement learning bu mustahkamlovchi o'qitish. Bunda biz agent beriladi, agent muhitda harakat qiladi. Robot misolida ko'rib chiqishingiz mumkin bu narsani. Muhitda harakat qiladi. Agar u xato bajarsa, ya'ni xatolikka yo'l qo'ysa, u punishment, ya'ni jazo oladi. To'g'ri harakat qilsa, ya'ni mukofot oladi, reward. Boya robot misolida ko'rib chiqamiz dedik. Robot misolida nima bo'lishi mumkin? Biz robotni yurishga yoki bironta nima desa bo'ladi, burilishga, qayrilishga qanaqadir algoritmlarni bajarish uchun o'qitamiz, ya'ni o'rgatamiz. Boyagidek bir nechta ma'lumotlar kiritamiz uning ichiga. Kiritilgan ma'lumotni, kiritilgan algoritmni to'g'ri bajarsa, u reward oladi, ya'ni mukofot oladi. Agar u algoritm to'g'ri bajarilmasa, xatoliklar kelib chiqsa yoki errorlar kelib chiqadigan bo'lsa, u punishment oladi, ya'ni jazo oladi. U xatoliklar qanaqadir kodlarda emas, uning harakatida. Masalan, biz robotga qadam bosish, yurishni aytadigan bo'lsak, u o'sha qanday ko'rinishda, masalan, oralig'ini, vaqtda qancha qadam tashlashi, o'sha bo'yicha kiritilgan bo'ladi. O'sha bo'yicha o'rganib, o'sha qadam tashlaydi. Agar kattaroq qadam tashlasa yoki kichkinaroq qadam tashlab turib yiqilib qoladigan bo'lsa, tez qadam tashlab yuradigan bo'lsa yoki yana qanaqadir xatolik kelib chiqadigan bo'lsa, u hech qanaqa koddagi xatoliklar emas, balki u robotdagi fizik xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, u punishment oladi. Kiritilgan o'sha algoritm bo'yicha to'g'ri qadam tashlab, to'g'ri vaqtda o'sha yetarlicha qadam tashlab, to'g'ri ketma-ketlik bajaradigan bo'lsa, u reward oladi. Reinforcement learning shu ko'rinishda ishlatiladi. Keyin eng mashhur ML algoritmlar. Bu linear regression, sonli natija turlari. Ya'ni biz boya aytib o'tdim, uyni xonalari kiritiladi, uyni kvadraturasi kiritiladi va sharoit kiritiladi. O'sha narsani analiz qilgan holda uyga narx beradi, ya'ni narxini chiqarib beradi. Logistic regression bu tasdiq, boyagi spam yoki spam emasliklar qanaqadir emailga yoki SMSga, Telegramdagi birontasiga kelganda o'sha narsani spam yoki spam emasligini aniqlash uchun ishlatiladigan ML algoritmi. KNN, ya'ni nearest neighbor, K nearest neighbor eng yaqin qo'shnilar, o'sha guruhlarga, bo'laklarga bo'lib chiqishda foydalanilgan algoritm. K-mean clustering bu o'sha guruhlarga bo'lish,
klasslar qilish uchun foydalanilgan algoritm hisoblanadi. Neural networking bo'lsa sun'iy neyron tarmoqlar, chuqur o'rganish, ya'ni o'sha sun'iy neyron tarmoqlar bo'yicha o'rganish bo'yicha ishlatiladigan algoritm. Hop, bu bo'yicha hozir faqatgina qisqacha ma'lumotlar berib borilyapti. Uncha chuqur kiritilgani yo'q. Bu bo'yicha yana nazariy bilimlar, amaliy bilimlarni yana chuqurroq o'rganamiz. Keyinchalik hozir darsimiz o'sha faqatgina atamalar bo'yicha qisqacha ta'riflar. Endi biz hozir MLni hayotda qayerda ishlatamiz degan savolga javob topamiz. Har bir inson hamma MLni hayotida ishlatib ko'rgan, lekin u narsani ML ekanligini bilmagan bo'lishi mumkin. Bunga misol YouTube va Netflix. Endi bizni o'sha country'mizda Netflixdan foydalanadiganlar kam sonli hisoblanadi. O'zim ham Netflixdan uncha foydalanmayman. Uni o'rniga Kinopoiskdan foydalanaman. Farqi yo'q u narsani. O'sha YouTube, Netflix, Kinopoisk, Yandex Music yana boshqa bemalol kiradi. Nega? Biz YouTube'dan bironta kontent ko'radigan bo'lsak, masalan, qiziqadi. Hozir men dasturlash bo'yicha kontent olib boryapman. Meni kuzatadigan odamlar o'sha dasturlash bo'yicha material qidiradigan bo'lsa yoki dasturlash bo'yicha kontent qidiradigan bo'lsa, men ularga taklif sifatida, ya'ni rekomendatsiyasiga chiqishim mumkin bu narsa. Nega? Chunki o'sha mavzu, o'sha nima desam, xarakteristika, o'sha xarizma shu haqida ketyapti. Masalan, dasturlash bo'yicha ketyapti yoki o'sha machine learning ML bo'yicha ketyapti. Meni o'sha narsaga rekommend qilib chiqarish mumkin, chunki menda ham o'sha mavzu bo'yicha ketyapti. Ya'ni video o'sha mavzu bo'yicha olinyapti. Agar biz bironta kino ko'radigan bo'lsak, o'sha kinoni xarizmasiga bog'liq, o'sha xarakteristikasiga bog'liq bo'lgan kinolarni bizga yana reklama qilish uchun, yana rekommend qilish uchun ML dan foydalanadi. O'sha boya aytib o'tdim, bu narsa YouTube'da bemalol bor, Netflixda bor, Kinopoiskda, Yandex Music, o'sha Spotify degan ishlatiladi ko'pchilik. Mana shularda ham hammasida ML bor. Biz eshitgan qo'shig'imiz yoki ko'rgan kinomiz, ko'rgan videomiz, ko'rgan kontentimizni analiz qiladi ML va o'shanga yaqinroq, o'shanga bog'liq bo'lgan kontentlarni bizga rekommend qilib chiqaraveradi. Biz o'shalarni ko'radigan bo'lsak yoki rekommend qilgan bironta kontentini yoki musiqasi yoki kinosini ko'radigan bo'lsak, demak bunga shu yo'nalish, shu ko'rinishdagi kinolar yoqar ekan, ya'ni shu xarizmadagi kinolar, shu xarakteristika qo'shiqlar yoqadi ekan deb shunga o'xshash narsalarni bizga ko'proq chiqarishda foydalanadi. ML shunda yordam beradi bizga. Gmailda bizda kelgan xabarlarni spam yoki spam emasligini filtrlashda yordam beradi ML bizga. Avtomobil misollarida ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng mashhur Tesla avtomobili, ya'ni avtopilot. Endi boshqa avtomobillarda avtopilot bor, no misol tariqasida Tesla, chunki avtopilot bo'yicha eng katta nima desa bo'ladi, pikviy darajaga chiqqan bu Tesla bo'ladi. Chunki nima desa bo'ladi, kamchiliklar bo'yicha o'sha mashina yurishi, ya'ni funksionallik bo'yicha o'sha Tesla. Shunda avtopilotdan foydalanayotganda ham ML dan foydalanadi. Ya'ni boya aytib o'tdim, reinforcement learning punishment oladi, reward oladi dedim. Agar o'sha birinchi ML algoritm ommaga tatbiq qilishdan oldin, deployment bo'lishidan oldin treyning qilinganda, boyagidek avtomobillar yonida harakatlanayotganda ehtiyotkorlik bilan harakatlanish yoki qanaqadir to'siqlar oldida ehtiyotkorlik bilan harakatlanish, chiziqlar beriladi yo'llarda, o'sha polosalar beriladi. O'sha polosalardan yurayotganda o'shalardan to'g'ri harakatlanish uchun birinchi deployment qilinayotganda, treyning qilinayotganda o'rgatiladi mashina va keyin o'rganilgandan keyin xatoliklar yuz bermagandan keyin deployment qilinadi. O'shanda ham ML dan foydalanadi, ya'ni o'sha avtopilotda ham bemalol ML dan foydalanadi. Keyin bank firibgarliklarida, ya'ni biz bankda pullar aylanadi yoki qanaqadir birja, kriptovalyutalar bo'yicha hisob raqamlar bo'lishi mumkin yoki o'sha omonatlar bo'lishi mumkin. O'sha narsaga hujumlar bo'lib turishi mumkin. Bu narsani hujumlarni oldini olishda, firibgarlikni yoki o'sha talon-tarojliklarni oldini olishda eng mashhur bo'lgan narsa, hozir oddiy aholiga ham tatbiq qilinadigan narsa o'sha Telegramdan keladigan APK fayllar yoki linklar, har xil linklar. O'sha narsalar bilan yoki boshqa bir tur orqali, boshqa turlar orqali bankka hujum qilinadigan bo'lsa, ML bu narsani analiz qiladi. Agar o'sha firibgarlik bo'ladigan bo'lsa, u narsani bank sistemasiga kiritmaydi. O'sha kiritmaslik uchun yordam beradi ML. Va tibbiyot, ya'ni kasalliklarga tashxis qo'yishda. Bemor bor, bemorning kasalligi bor, ya'ni kasalliklar belgilari, bosh og'rishi, bel og'rishi yoki shu ko'rinishdagi ko'z og'rishi, qanaqadir nima desa bo'ladi, kamchiliklar yoki bironta nima desa bo'ladi, qanaqadir noqulay vaziyatlar bo'lganda o'sha narsani kiritiladi, o'sha algoritmga yoki ML mashinaga kiritiladi.
mashina kiritilgan belgilardan, kiritilgan nimalardan foydalanib analiz qiladi u narsani. Analiz qilib, o'sha kiritilgan ma'lumotlar qaysi kasallikka tortyapti, ya'ni qaysi kasallikka bog'liq bu narsaligini analiz qiladida, o'sha bemorga chiqarib beradi. Bitta shaxsiy fikrim bor shu narsaga. Tibbiyot bo'yicha o'sha kasallikka tashxis qo'yish bo'yicha 100% mashinaga ishonish tarafdori emasman men. Ya'ni ko'pchilik bu narsani hamma ham tarafdori bo'lmasligi mumkin deb aytishi mumkin. To'g'ri, hamma tarafdor emas, lekin tarafdori bor insonlar chiqishi mumkin. Nega? Chunki gap inson hayoti haqida, inson salomatligi haqida ketyapti. Bu narsada mashinaga ishonish sal xatomi deb o'ylayman. Nega? Chunki agar punishment olgan taqdirda ham u faqat nima desa bo'ladi, algoritm olishi mumkin yoki MLni o'zi olishi mumkin, kompaniya olishi mumkin punishmentni, lekin u narsa sog'liqni qaytarib bermaydi u narsa. Ya'ni sog'liqni yana joyiga qaytarmasligi mumkin, restavratsiya qilmasligi bu narsaga xatolik nima desa bo'ladi. Xullas katta xato bo'lishi mumkin bu narsa. 100% mashinaga ishonishni tarafdor emasman. Agar u bizga tashxis beradigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha tashxisni malakali shifokorlarga yoki malakali vrachlarga bemalol tekshirtirib, o'sha to'g'ri yoki noto'g'riligiga ishonch hosil qilish uchun so'rashni tavsiya qilaman. Boshqa ko'rinishda bo'lsa, MLdan bemalol foydalansa bo'ladi. Ko'pchilik bu narsa foydalanadi. Faqat o'sha tibbiyot yo'nalishi bo'yicha ehtiyot bo'lish tarafdoriman, ehtiyot bo'lishni tanlayman. Hop, bugun sizlar bilan o'rganadigan narsalarimiz shulardan iborat edi. O'sha ML bo'yicha kirish bilimlarini oldik. Qisqacha bilimlar, atamalar haqida o'rganib chiqdik. Bular bo'yicha amaliy bilimlar, yana chuqurroq nazariy bilimlarni bemalol keyingi darslarimizda ko'rib chiqishingiz mumkin. Bo'yicha dasturlash bo'yicha qiziqarli bilimlar yoki qiziqarli ma'lumotlardan, qaynoq yangiliklardan boxabar bo'lish uchun YouTube va Telegram kanallarimga podpiska urib qo'yishingizni so'rayman. U yerda o'sha aytib o'tganimdek qiziqarli ma'lumotlar, yangi ma'lumotlar bilan bemalol tanishib chiqishingiz mumkin va kanal rivoji uchun, videolarni yana ko'proq chiqishi uchun videoga like bosing, komment yozing. Hop, sizlar bilan Javohir bo'ldi. Bugun sizlar bilan ML bo'yicha tanishib chiqdik. Keyingi darslarda ko'rib chiqguncha xayr, sog' bo'ling, salomat.